Assalomu alaykum barchaga. Yaqin orada SAT topshirish reja qilgan barcha ustozlar hamda o'quvchilarga omad tilayman. Bugungi videoda sizlar bilan 2026-yil 14-mart imtihonida tushgan savollar 4-qism yechimlarini ko'rib chiqamiz. Bundan oldingi 3ta qism YouTube kanalimizga joylangan. O'zimni qisqacha tanishtiraman. Ismim Asliddin To'rayev, Message jamoasi asosiy ustozlaridan biriman va shu bilan birga Samarqand shahar Muhammad al-Xorazmiy maktabi matematika fani o'qituvchisiman. Hozirgi videoni ham o'zimizning maktabimizda olyapmiz. Qisqacha ko'rsatishim mumkin maktabimiz. Demak, sizlar bilan bugungi 4-qism yechimlarini boshlaymiz. Bu video asosan yaqinda SAT imtihonini topshiradigan ustozlar va o'quvchilar uchun bo'lganligi uchun tarjima qoidalariga maydalab to'xtalmaymiz. Tarjima qoidalarini biz yopiq guruhimizda 1 oy davomida yaxshi o'rganib, mavzularni tugatib, endi test yechish darajasiga chiqqanmiz. O'zimizning yopiq guruh ustozlari darajasida misollarni tushuntirib o'taman. O'zimiz bilgan qoidalar asosida. Birinchi misolga e'tibor bering. Darajali funksiya mavzusiga oid biz nima qilamiz bunda? Funksiyaning o'ziga e'tibor beramiz. Funksiyaning ko'rinishini foizga o'tkazib olamiz. P teng 67 5 taqsim 4 yozaman men. 1 plus 1 taqsim 4. 1 taqsim 4 degani 25 taqsim 100 degani. Darajasida t. Bundan xulosa t nima bu yerda? T ga e'tibor bering. T yer. Demak, t yer ekan, p nima? Bu p render population. Render nima bo'lsa, o'shaning aholisi. Odatda biz bu so'zlarni imtihonda tarjima qila olamizmi? Yo'q. Akademik so'zlar ko'proq ishlatiladi yoki qiyin bo'lgan so'zlar o'qituvchilarga yoki ingliz tili kuchli bo'lmagan o'quvchilarga qiyinlik qiladi. O'shaning uchun biz qoidalarimiz bor. Tarjima qilmasdan turib ishlash. Mana shu usullarda to'liq misollarni yechib chiqamiz. Demak, render nima bo'lsa, o'shaning aholisi t yildan keyingi aholisi bizga berilgan. Xulosa, har yili aholi 25% ga oshar ekan. Mana bu 25 nimani bildiradi? Foiz. Har yili 25% ga oshadi. Bizdan 5 taqsim 4 ning ma'nosi har yili 25% oshayotganligini bildiradi. Javoblar ichidan mana shuni topishim kerak. A javobga e'tibor beradigan bo'lsak, A javob. Every 4 ta render. Render nima bo'lsa, o'sha har 4 ta renderimiz the word population, o'sha aholidagi har 4 ta render 13 year, aniq bitta yildagi. It was predicted, taxmin qilinyapti, that shunaqaki there will be bo'lishi, there will be degani bo'lishi, 5 ta render bo'lishi next year. Keyingi yilda 5 ta bo'lishi taxmin qilinyapti. Mana shu javob to'g'ri bo'ladi. Nima uchun? 4 tasi, hozir mana 4 ta bo'lib turgan narsa keyingi yilda 5 ta bo'lishi taxmin qilinyaptimi? Demak, 4 tadan 5 taga oshish 1 yil davomida 4 tadan 5 taga oshishi. Ayni bu 25% oshishga teng bo'layapti. O'shaning uchun A javob to'g'ri. Endi B javobni tahlil qilib ko'ramiz. 5 ta render 4 ta render bo'lishi kutilyapti keyingi yil. Bu pasayib ketyapti-ku, kamayib ketyapti. 25% oshishni bildirmaydi bu javob. C javobga e'tibor beramiz. It's predicted that taxmin qilinyapti shuki growth o'sishi 4 ta renderga o'sishi har 5 yilda, yo'q, bu ham xato. Har 5 yilda 4 ta o'sish bu 25% o'sishga teng emas. Bu yerda 5 tagi har 4 yilda 5 ta render bo'ladi, har 4 yilda demoqchi. Bu ham 25% o'sishga teng emas. Xulosa, biz nima qildik? O'zimiz bilgan murakkab foizni formulasiga o'tkazib oldik, berilgan darajali funksiyani. Undan keyin murakkab foiz formulasiga ko'ra har yili 25% o'sishini bildik. Javoblarning ichidan har yili 25% o'sayotgan javobni topib qo'ydik. Keyingi misolga o'tib ketamiz. Ikkinchi misol. Bu yerda biz ishlatadigan qoida qanaqa? O'qituvchilar bilan yoki o'quvchilar bilan. Birinchi gapga e'tibor beramiz. Birinchi gapda birorta son ko'rmadikmi? Birinchi gapni biz tarjima qilmaymiz. Buni nima uchunligini SAT o'qiganlar yoki test yechib yurganlar juda ham yaxshi bilishadi. Chunki birinchi gap bizga faqatgina o'sha masalaning kirish qismi bo'ladi, qanaqadir jarayonlar sodir bo'layotganini bildiradi. Bu shunaqangi qiyin jarayonlar bo'lishi mumkinki, hattoki IELTSdan 6 yoki 6,5 darajadagi o'quvchilar ham tarjima qila olmay qolishi mumkin bu jarayonni. O'shaning uchun 99% holatda biz ishlatadigan qoida, ishlaydigan qoida, birinchi gapda birorta son ko'rmadik va bizga bu shart emas tarjimasi. Agar muhim bo'lib qolsa, keyin qaytamiz. Nima qilibdi? Muhim bo'lsa qaytamiz 1% holat uchun. Hop, bu yerda biz kerak bo'lgan so'z mana bu so'zni olib qo'ysam bo'ladi, o'zimiz bilganimiz. Shakli rectangular prism. Olmasa ham bo'larmidi? Ha, bo'lar edi. Endi o'qiyman. Each structure. Each degani har bir. Each. Har bir structure nima bo'lsa o'sha. Har bitta structure, mana bu e'tibor bering. Har bir structure has ega height, balandlik. Height. Yopiq guruhda buni bittalab anaqa yozamiz-da, o'rganganman hozir. O'z aslida
video qilayotgan vaqtimda to'liq tarjima bitta tarjima qilib berib ketishim kerak, yozmasdan ko'p vaqtimiz ketib qoladi-da. Height degani bu balandlik. Demak, balandligi 20 inch ekan. Shakli qanaqa edi? Prizmamidi? Prizma chizadigan bo'lsam, to'rt burchakli prizma. Balandligi 20 ekan va undan keyin length of each structure base. E'tibor bering, of qoidasiga ko'ra bitta orqaga qaytib olamiz. Each structure base. Har bitta structurening asosining length degani uzunligi x inchga teng ekan. Kalit so'z mana bu yerda. Qarang. Asosiy x inch deyaptimi? X inch deyaptimi? Which so'zi kalit so'z. Which qaysiki? Which qaysiki 2 inch more than degani 2 inch uzunroq bo'lgan width of structures base. Ya'ni mana shu x inchimiz kengligidan mana bu width, bu length bo'lsa, length. Bunisi width. Mana shu uzunlik deyapti, kengligidan 2 inchga kattaroq ekan. Kattaroq desa qo'shib qo'yadi ko'pchilik. Mana shu chalg'itadi. X kattaroq bu yerda. Demak, bu 2 inch kichikroq bo'lganligi uchun bu x minusdan 2 ga teng bo'ladi. So'ralayotgan savol hajmi so'raladi. Bunaqa savollarda asosan hajm. Which function qaysi v funksiya gives beradi? Volume of each structure. Har bitta structurening hajmi. Hajmini topish uchun uchta chiziqli o'lchovlarni ko'paytiramiz. X ni ko'paytiraman x minus 2 ga, ko'paytiraman 20 ga. Demak, to'g'ri javob bu yerda D javob bo'lyapti. Keyingi savolga o'taman. 3-savol. 3-savol, bu ham darajali funksiya. O'zi 14-mart imtihonida darajali funksiyaga oid savollar ko'pchilikni qiynadi. Boshladim. Predicted population of city. Xo'p, population nima? Aholisi. Nimaning aholisi? City. Ya'ni a city degani bitta shaharning aholisi x years after keyin degani x years, x yil keyin 1984-yildan x yildan keyin, bu yerda x undan kichikligi shart berilyapti. Modeled, ya'ni modellashtirilgan by orqali funksiya. Mana shu funksiya orqali modellashtirish, ya'ni funksiyaning ko'rinishi mana shu. Which of the following, quyidagilarning qaysi biri best interpretation, eng yaxshi izohi bo'ladi? F6 mana shu songa tengligiga. Demak, bizdan so'rayotgan narsa F6 teng 56120. Aslida bu men hozir ko'proq joyini tarjima qilib qo'yapman. Yopiq guruhda, test guruhdagi so'zlar bilan bularda funksiyaning o'ziga qarayman. Funksiyani o'ziga qaraymiz. F6 56120 nimani bildiradi? Savol turi bor, savol turi yod bo'lganda. Hop, endi x ning o'rniga shunchaki 6 ni qo'yaman. 6 years after 1984, ya'ni 1984-yildan 6 yildan keyin population, o'sha shaharning aholisi 56120 ga teng degan javobni olaman. A javobni o'qiyman. 6 years after 1984 to'g'ri kelyapmiz hozircha. Predicted population, taxminiy aholi, city shaharning, approximate taxminan mana shunchaga teng bo'lgan. Demak, bu to'g'ri javob. B javobda xatoligi qayerda? B javobga e'tibor bering. Chalg'itadigan joylari bo'ladi. Decrease deyapti. Decrease xato. Mana shunchaga kamayadi deyapti. Bu yerda ham o'shanchaga kamayadi. Yo'q, kamaymayapti. Aynan oxirgi qiymat 56120 ga teng bo'lyapti. D javob. Every 6 years, har 6 yilda degan javobim xatoda. Uzr. To'g'ri boshlandi. 1984-yildan 6 yildan keyin population city predicted increase. Bu yerda endi mana bu so'z chalg'ituvchi. Increase so'zi. Oshayapti. Yo'q, bu oshmayapti. Aynan o'shanga teng bo'lyapti. O'shaning uchun qolgan 3 ta javob xato. Bunaqangi savol turlarida o'zi o'sha increase, decrease degan so'zlar chalg'itish uchun beriladi xolos. Keyingi misolimiz 4-savol. Xo'p, e'tibor beramiz. When birinchi gap, birinchi virgulgacha bizga hech qanaqa son yo'qmi? Yuqorida aytilgan qoida, nuqtagacha yoki virgulgacha son ko'rmasak, biz uni tashlab turamiz. Kerak bo'lsa qachondir qaytamizda. Massa of sample. Of qoidasiga ko'ra bitta orqaga qaytadigan bo'lsam, massasi, o'sha samplening massasi 530 ming bo'lgan
530 ming milligram bo'lgan. Ya'ni dastlab 530 ming bo'lgan ekan. Massa of sample. O'shaning massasi, namuna, sample, namunaning massasi decrease degani kamayadi, kamayapti. Half degani mana shu joyi juda ham muhim. Half, yarmicha kamayapti. Approximate, taxminan every 5 years. Mana shu joydan foydalanib men funksiyasini tuza olaman. P teng, dastlabki qiymatimiz 530 ming, 530 ming, yarmicha kamayganligi uchun 1 taqsim 2 qo'yaman. Har 5 kunda deganligi uchun t taqsim 5 qo'yaman darajaga. Har 5 kun t taqsim 5 ni bildiradi. Biza savol: which of the following quyidagilarning qaysi biri closest to eng yaqin ekan massasiga milligramda o'lchaganimizda o'sha namunaning 35 kundan keyingi t teng, ya'ni t teng 35 bo'lsa p t ning qiymati nimaga teng? Shunchaki 35 ni olib borib qo'ysam, p t ning qiymati 530 ming taqsim 7 bo'ladi. 35 ni qo'ysam 7-daraja, 1 taqsim 2 ning 7-darajasi. Hop, 128 bo'ladi. Buni bo'ladigan bo'lsam 4141 bo'ladi taxminan. Kalkulyatordan foydalanamiz bu uchun. Javob A. Keyingi savolga o'tamiz. 5-savol. 5-savol. Savol turini bilgan kishi bu savolni bittada javobini topib shunday belgilab qo'yadi xolos. Xo'sh. Funksiya, yuqorida funksiya aniqlangan degan shart, birinchi gap. Savolni o'qisam yetarli. Which of the following equivalent? Quyidagilarning qaysi biri teng kuchli form ko'rinishi equation tenglamani display namoyish qilingan nima namoyish qilinishi kerak? Minimum qiymati. Mana shu yer kalit so'z. Ya'ni eng kichik qiymatini, o'sha funksiyaning eng kichik qiymatini konstanta yoki koeffitsient ko'rinishida namoyish qilish kerak. Mana shu funksiyaga teng bo'lishi shart va o'sha ko'rinishida minimum qiymati aniq bir konstanta yoki koeffitsient ko'rinishida berilgan bo'lishi kerak. A javob minimum qiymati yaqqol ko'rinib turibdimi a javobda? Yo'q, ko'ringani yo'q minimum qiymati. D javobdachi? Yo'q. Ya'ni minimum qiymati bo'lsa, funksiya vertex form ko'rinishida bo'lishi kerak. X minus x0 ning kvadrati plus y0. Mana bu minimum qiymatni bildiradi. Biz bilamiz buni, minimum qiymat. Mana shu ko'rinishda qaysi javob? B javob. Haqiqatan B javobni qarsini ochadigan bo'lsak, e'tibor bering. X kvadrat minus 4x plusdan 4 bo'ladimi? Minusdan 784 bo'ladimi? Bu ikkalasi minusdan 780 ni beradi. Va funksiyamiz yuqoridagi funksiyaga ekvivalent bo'ladi. Ekvivalent bo'lganidan tashqari funksiyaning minimum qiymati aniq bir konstanta son ko'rinishida bizda ko'rinib turibdi. Demak, B javobni oldik. Keyingi savol, 6-savol. E'tibor beramiz. 1 gallon of sealant. Sealant nima bo'lsa, o'shaning 1 galloni cost narxi, 1 gallonning narxi $19. Bu yerda dollar belgisi bo'lishi kerak edi, $19 va will cover qoplamoq. Qoplaydi 350 square feet. 350 feet kvadrat joyini qoplaydi. Surface, ya'ni yuzaning 350 feet kvadrat joy. Men yozib qo'yaman. $19lik sealantning 1 galloni $19. Bu 350 feet kvadrat joyini qoplaydi. Endi bizga savol. Savoldan oldin shart bor ekan. A desk, bitta desk has ega ekan total umumiy surface area sirt yuzi d square feet, ya'ni d ning kvadrati ekan. D square feet, d feet kvadrat ekan. Ya'ni yuzasi. Savol: which equation qaysi tenglama represent ifodalaydi cost narxini? Bizga narxi so'ralyapti. Qanaqa narx? O'sha sealantning narxi. Need to kerak bo'ladigan cover qoplash. Desk, o'sha deskni twice degani 2 marta. Mana shu kalit so'z berdi. Twice 2 marta qoplasa, o'zi 1 marta qoplagani d kvadrat bo'lsa, 2 marta qoplagani 2d kvadrat yuzani qoplash kerak-da. Xo'p. Bunga $x sarflasin endi. Mana shu tenglikdan x ni topadigan bo'lsam, d ko'paytirilgan 19, 2 ga bu bo'linib ketadigan bo'lsa, 175. D taqsim 175 19. Demak, bizda to'g'ri javob C bo'lyapti.
Keyingi savolimiz 7. Hop. Kvadrat funksiya berilgan r ga noma'lum r bu yerda given equation berilgan tenglamada bu integer. Ya'ni integer degani butun konstanta, butun o'zgarmas son. Given equation berilgan tenglama has ega ekan no real solution, ya'ni yechimga ega emas, bo'sh to'plam. Bo'sh to'plam bo'lsa diskriminantimiz manfiy bo'ladimi? Diskriminantimiz manfiy bo'ladi. Savol: what is nimaga teng largest possible? Largest possible degani eng katta degani. Eng katta value, qiymat. Pulning eng katta qiymati bizdan so'ralyapti. Xo'p, kvadrat tenglamaning ko'rinishini r kvadrat plyusdan q minus 8 ta r plyusdan 97 deb yozib olaman. Mana shu tengdir. Endi diskriminantini manfiy qilib yechishim kerakmi? Diskriminant q minus 8 ning kvadrati minusdan 4 ko'paytirilgan 97. Mana shu 0 dan kichik bo'lishi kerakmi? Q minus 8 minus 2 ilzosi 97 ko'paytirishga jatyapman. Mana bu 2 ilzosida 97 ning kvadrat deb yozib olyapman. A minus b, a plus b bo'yicha. Q minus 8 plus 2 ilzosida 97. Mana shu 0 dan kichik. Endi taxminiy hisoblayman. Ilzosi 97 10 ga yaqinroq, 10 dan sal kichikroq son. Faraz qilaylik, 10 ga yaqinlashsa, bu 20 ga yaqin son bo'ladimi? Minus 20 desam, minus 28 bo'ladi. Minus 28 dan demak, minus 27 qancha bo'ladi? U minus 27 butun a soni bo'ladi. Keyingisi bu 20 bo'lsa, 20 ga yaqin son bo'lsa, 20 bo'lganda 12 bo'lar edi. 8 dan esa 20 dan kichikroq bo'lgani uchun 12 dan kichikroq bo'ladi. Plus 11 b bo'ladi. Mana shu 0 dan kichik. Endi 11 b minus 11 b va 27 a. Mana shu oraliqda ikkalasi ham kirmaydi va bizda shart bor edi yuqorida. Yuqoridagi shartga e'tibor beramiz. Q butun sonmidi? Demak, butun son bo'lsa, mana bu yerda eng katta qiymat so'ralganmidi? Eng katta qiymati 27 bo'ladi. 27 maksimum qiymati. Keyingi savolga o'tamiz. 8-savol. Function j funksiya define aniqlangan mana shu ko'rinishda. Ya'ni f funksiyada x ga 7 qo'shilyapti. J funksiya, f funksiya ma'lum, j funksiya quyidagi ko'rinishda aniqlangan. Bizlar so'rayotgan narsa nimaga teng? Minimum qiymati jx ni. Xo'p, endi yozib olamiz fx ning ko'rinishini. Fx teng deyman. Hop, kvadratga to'ldirib yozib olaman buni. 3x kvadrat plyusdan 48x plyusdan 192 plyusdan 1 deyman. Maqsadim nima edi? Maqsadim buni 3 qarsini tashqariga chiqaradigan bo'lsam, x kvadrat plyusdan 16x plyusdan 64 bo'ladi-da, plyusdan 1. Fx ning qiymati demak 3 ta qavs ichida nima turibdi? X plus 8 ning kvadrati plus 1 turibdi. Endi men gx funksiyani tuzib olsam bo'ladimi? Gx funksiya fx plus 7 deyapti. X ga 7 ni qo'shib qo'yaman. 3 ta x plus 15 ning kvadrati plusdan 1 bo'ladimi? Gx topildimi? Gx ning minimum qiymati nimaga teng? Ko'rinib turibdi endi funksiyada ko'rinib qoldi. Mana gx ning minimum qiymati 1 ga teng. Javob C. Keyingisi 9-savol. One of two equation. Bizni kitobimizdagi 3-mavzuni savoli bu. Kecha 16-guruh bilan, ya'ni yangi guruhimiz bilan mana shu mavzuni o'tdik. Savol turi juda ham oson. Ikkita tenglamalarning biri of qoidasiga ko'ra tarjima qiladigan bo'lsam, mana bu of. Ikkita tenglamalarning biri sistemadagi linear equation, chiziqli tenglamadagi ikkita sistemaning bittasi bizga berilgan. Xo'p, ko'rinishni yozib olay. 20x minus 1200 y teng minusdan 2000. Xo'p, endi savol. Sistema no solution, yechimga ega bo'lmasa, mana shu sistema yechimga ega bo'lmasa, which equation, qaysi tenglama could be, bo'lishi mumkin. Bizga bo'lish shart demayapti, bo'lishi mumkin deyapti. Bo'lishi mumkin. Second equation, ikkinchi tenglamasi bo'lishi mumkin o'sha sistemaning. Endi bizda sharti bor. Yechimga ega bo'lmasligi uchun qaysi tenglama? A1x plus b1y teng c1, a2x plus b2y teng c2. Mana shu umumiy holatda berilgan chiziqli tenglama yechimga ega bo'lmasligi uchun A1 ning A2 ga nisbati teng bo'lishi kerak, B1 ning B2 ga nisbati
farqli bo'lishi kerak S1 ning S2 ga nisbatidan. Endi javoblardan A javobni tekshiradigan bo'lsam, A javob mana 1/20 x minusdan 3y teng 0 bo'ladimi? Endi mana bu A1, bu A2, B1, B2 nisbat olaman. 20 ning 1/20 ga nisbati teng minus 1200 ni minusdan 3 ga nisbati. Bu ham teng bo'lmasligi kerak. Mana bu minus 2000 ni 0 ga nisbati. O'zi teng emasligi aniq bu. Bu qismi shart emas bizga. Endi mana bu qismi teng bo'ladimi yo'qmi ko'ramiz. Buni bo'lsam 400 chiqadi. Buni bo'lsam ham 400 chiqadi. Demak, bular aynan teng. Demak, aynan mana shu ikkinchi tenglama A javob bo'ladigan bo'lsa, mana shu ikkita tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'lmaydi. Keyingi savol 10-misol. Bu ham yuqoridagi o'sha konstanta yoki koeffitsient ko'rinishida ifodalashga doir savol. Given equation berilgan tenglama represent ifodalaydi parabolani x, y tekisligida. Bilamiz parabola. Xo'p. Savol: which of the following equation tenglama quyidagi tenglamalarning qaysi biri represent ifodalaydi same parabola, ya'ni mana shu parabola bilan bir xil bo'lgan. Ya'ni bir xil parabolani faqatgina display namoyish qilish kerak. X o'qini kesish nuqtalari, x intercept degan x o'qini kesgan nuqtalar konstanta yoki koeffitsient ko'rinishida berilgan bo'lishi kerak. Ya'ni x o'qini kesuvchi sonlar aniq tenglamada ko'rinib turgan bo'lishi kerak. A javobda ko'rinib turibdimi x o'qini kesuvchilar? B javobda-chi? C javobda-chi? Yo'q. Ayni mana D javobda x o'qini kesuvchi nuqtalar konstanta yoki koeffitsient ko'rinishida berilgan va mana shu qavsni ochadigan bo'lsam, aynan 5x kvadrat minusdan 40x plyusdan 35 parabola bilan bir xil bo'ladi. Bir xil parabolani bildiradi. Faqat bu ko'rinishida x o'qi bilan kesish nuqtalari aniq konstanta ko'rinishida, son ko'rinishida ko'rinib turibdi. Keyingi savol, 11-savol. 2005-yilda Xo'p, 2005 qaysi yillar bor? 2005 bor, 2006 bor, 2004 bor. Yozib olaman. 2004, 2005 hamda 2006. 2005-yilda kimdir mana gapni egasi. Aster, earn ishlab topmoq. Kimdir nimadir qilyapti? 12% ko'proq. More than degani ko'proq. Nimadan? 2004. Demak, 2004 ni x deb belgilasam, 2005 12% ko'proq ekan. 12% ko'proq bo'lsa 1.12x ni x bo'ladimi? 2005-yildagi va Aster earn ishlab topyapti 6% ko'proq. 6% ko'proq 2005-yildan. 2006-yilda 2005-yildagiga nisbatan 6% ko'proq bo'lsa 1.06 ko'paytirilgan mana 2005-yil bo'ladi. 1.12x bo'ladi. Xo'sh, endi savol. Aster earn ishlab topyapti, y times degani y marta ko'p deyapti. 2004-yil 2004-yildagidan 2006-yilda. Xo'sh. Mana shu joyga e'tibor berasizlar. Mana shu joy chalg'itib qo'yadigan joy. Agar Aster earn ishlab topyapti, y times degani y marta ko'p. As ning qoidasi bor-da, mana bitta as, ikkinchi as mana bu yerda. O'sha as ning qoidasi aytadiki, as ning ichidagi miqdor 2004-yildagi x miqdorimiz teng bo'lishi kerak. Mana bu 2006-yildagi miqdordan y marta. Ya'ni 2006-yilda qancha? 2006-yil mana bu 1.06 ko'paytirilgan 1.12x ko'paytirilgan y bo'lishi kerak. X lar qisqaradigan bo'lsa, mana shundan y ning qiymatini topishim uchun 1 da bo'laman 1.06 ga ko'paytiraman 1.12 ga. Javob 0.8423 hokazo bo'ladi. Xo'p, demak, javob C. Mana shu misol juda ham ko'pchilikni chalg'itib qo'ygan va 800 ball ola olmasligiga sabab bo'lgan misollardan. SAT imtihoniga tayyorlanish bo'yicha qisqacha o'zimning xulosalarimni aytib o'taman. Birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ish SAT ning barcha mavzularini to'liq takrorlab chiqishingiz kerak. E'tibor berishingiz kerak bo'lgan joyi, har bitta mavzuni ichida o'zining savol turlari bor.
Ya'ni SATda doim tushadigan mavzular aniq bitta qolipga, aniq bitta savol turiga asoslangan. O'sha savol turlarini har bittasini ko'rib chiqsangiz, agar matematika o'qituvchisi bo'lsangiz va tarjimani qila olmasangiz ham bemalol SATdan 50% lik ustama olish imkoniyatiga egasiz. Keyingi savolga o'tamiz. 12-savol. In the figure shown DEF konstanta, mana DEF konstanta sonlar va value of k, k ning qiymati 2, ya'ni bu 2 marta katta ekan har bitta tomoni. O'xshash uchburchaklar. If agarda measure of angle DEF bizga mana D ning o'lchovi 42 ligi bor. Hop, D 42 ekan. F x ekan. Bu D mana bu Y x ekan. Bu x 2x plus 12 gradus ekan. Respectively, mos ravishda what is nimaga teng? S ni qiymati. Mana bu S. S ni qiymati 2x plus 12 bo'ladi. Nima uchun? Bular o'xshash bo'lgandan keyin mos burchaklar teng bo'ladimi? F ga S mosmi? X ni qiymatini topaman avval. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisidan 42 qo'shilgan x qo'shilgan 2x qo'shilgan 12 teng bo'lishi kerak 180 ga. 3x qo'shilgan 12 teng bo'lishi kerak 130. 180 dan 42 ni ayrsam 138. 3x ning qiymati 100 ayirib olsam 12 ni 26, x ning qiymati 42. X topildimi? Mendan so'rayotgan narsa 2x plus 12. 2x plus 12 ni topishim uchun 2 ta 42 qo'shilgan 12 deyman. 84 plusdan 12 teng 96. Javob demak 96 ga teng ekan. 12 dan so'ng 13-savol. 13-misol. Juda ham yaxshi tarjima qilish shart bo'lgan misolga o'xshayapti. Alice took vaqt sarflaydi 60 minut complete tugatish uchun task bitta vazifani tugatish uchun first trial, mana dastlabki trialda bitta vazifa uchun 60 minut sarflaydi. Va ya'ni birinchisida 60 ekanda. Birinchisi first trial, mana shu joyi kerak bizga. Bu ham chalg'ituvchi misolda. Hop, ikkinchisi time vaqt oladi. Undan it took vaqt oladi. Alice complete tugatish uchun decrease, o'sha oladigan vaqt decrease kamayapti. 10% ga kamayapti. Previous time, ya'ni ilgari oldingi vaqtdan, ya'ni hozir 60 birinchi vazifani 60 minutda tugatgan bo'lsa, ikkinchi vazifa 10% kam, ya'ni 0.9 ga ko'paytiraman. 0.9 ko'paytirilgan 60 bo'ladi. Uchinchi vazifaga 0.9 ko'paytirilgan 60. Ya'ni 0.9 ning kvadrati ko'paytirilgan 60 bo'ladi. Va hokazo umumiy qarang, uchinchi vazifaga daraja 2 bo'lyapti. Tengchi vazifani topishim uchun P deb belgilasam bo'ladi. Dastlabkisi 60 ko'paytirilgan 1 ayrilgan 10% bo'lganligi uchun 10 taqsim 100 darajasida T minus 1 bo'ladi. Chunki daraja bitta kam bo'ladi. Sababi bu geometrik progressiyani bildiradi desak ham bo'ladi, yoki mana birinchisi 0 da agar olmish bo'lganda biz ko'pincha darajaga T qo'yamiz. Uning sababi T teng 0 da 60 bo'lishi kerak. Lekin bu T teng 1 da olmish bo'lgani uchun daraja T minus 1 bo'lyapti. Ya'ni 60 ko'paytirilgan 0.9 ni T minus 1 darajasi. Savol. Approximately, taxminan how many minute, qancha minut it take vaqt oladi complete tugatish uchun her fifths, o'zining fifths 5-chi. Ya'ni 5-chi. T ning o'rniga 5 ni qo'yarkanmizda. P 5 so'ralyapti ekan. 5 ni qo'yadigan bo'lsam 60 ko'paytirilgan 0.9 ni 4-darajasi bo'ladi. Endi mana shuni kalkulyatorda hop hisoblab qo'ysak 9 ga teng bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob C. Keyingi misol 14. 14-misol. Hop. Birinchi gap qarang. Birinchi gap bizga birorta son ko'rmadim. Shart emas. Demak, tarjima qilmaymiz. O'zimizning qoida bor. Keyingisi cost, narx. Cost bu narx. Nimani narxi? Form shakllantirish, team jamoani shakllantirish uchun sarflanadigan narx $180 per team. Har bitta jamoa uchun $180. Team member, ya'ni jamoa a'zosi uchun $180 plus, ya'ni plus qo'shimcha
One time bir martalik $25 bor. Team registration fee, ya'ni o'sha jamoani registratsiya qilish uchun $25 bir marta to'laydi. Aytiraman, jamoaning har bitta a'zosi uchun $180 dan $180 enta a'zosi bo'lsin va qo'shimcha yana bir martalik $25 to'lovi bor. What is nimaga teng? Maximum number of team member. Jamoa a'zolarining maksimum soni nimaga teng? Join, qo'shilishi mumkin bo'lgan o'sha jamoaga. Lekin kompaniya can spend sarflay oladi. Can spend, can degani qila oladi, spend sarflamoq. Sarflay oladi degani bu. Sarflay oladi $925, ya'ni maksimal $925, kichik yoki teng 925. Bundan 180 n kichik yoki teng 900 bo'ladi ayirib olsam, n ning qiymati kichik yoki teng 5. Maksimal demak 5 ta o'sha jamoa 5 ta a'zo qabul qila oladi bowling team uchun. Javob maksimali so'ralgan, maksimali 5 ekan. Xo'p, keyingisi 15-misol. Function f, f funksiya defined aniqlangan. Define degan bu aniqlangan by orqali mana bu ko'rinishda. Fx funksiyaning ko'rinishini yozib olaman. X minusdan 2, x minusdan 8, x minusdan 8 hamda x plusdan 3. Xy tekisligida graph of hx. Hx ning grafiki bu fx bo'lsa, bizda hx ning grafiki deyapti. Result, natijasi, translating, ko'chirish. Mana shu so'zga diqqat qilasiz. Translate bu ko'chirish. Translate, ko'chirish. Ya'ni ko'chirish orqali o'sha grafikni up degani yuqoriga. Up, yuqoriga ko'chirish. 6 birlik yuqoriga. 6 birlik yuqoriga ko'chiryapti degani ozod soniga 6 ni qo'shamiz degani. Ya'ni hx funksiyaning ko'rinishi x minus 2, x minus 8, x plus 3 ga 6 qo'shilar ekan xolos. So'ralayotgan narsa what is nimaga teng? Y koordinatasi. Y intercept, y o'qi bilan kesishish nuqtasining of qoidalari qarang, nechta of ishlatilyapti. Oxirdan kelamiz. Hx ning grafikining y o'qi bilan kesish nuqtasining y ning koordinatasi nimaga teng? Ya'ni h 0 bizdan so'ralyapti. 0 ni qo'ysam minus 2, minus 8, plus 3, plusdan 6. Buni hisoblasam 16, xo'sh. 3 ga ko'paytiraman 48, 6 ni qo'shaman 54. Demak, bizda javob 54 A javobda. Keyingi misolga o'tamiz. 16-misol. Birinchi nuqta har doimgidek bizga kerak emas, birorta son ko'rmadik. Xo'sh, tashlab ketamiz buni. Mana bu qism. Undan keyin shops inventory starts. Demak, kimdir boshlayapti. Kimdir start. Gapning egasi, gapning kesimi. Bu qoidamiz ham bor. Gapni ega va qismga ajratish. Ega va qism odatda bizga kerak emas, qiyinroq so'zlardan tashkil topgan bo'ladi SATning masalalarida. Boshladi, nima bilan boshlayapti? With bilan 6600 ta disposable cup. Qanaqadir. Demak, dastlab 6600 ta bilan boshladi va o'sha manager estimate baholayapti Z. Shuniki 110 ta this cup. Mana shu kaplarning 110 tasi used foydalaniladi each day. Har kuni 110 tasidan foydalaniladi. Demak, 110 kundan n kun davomida foydalansin. O'shancha ayirsam, based on estimate, mana shu taxminlarga asoslangan holatda how many day, necha kun? O'shani biz n kun deb oldim. Will inventory disposable cups reach, yetadi 1100 taga. Ya'ni 1100 ta qolish kerak bizda. 1100. Mana shu tenglikda hammasini 110 ga bo'ladigan bo'lsam, 110 ga bo'lsam, bu 60 bo'ladi. Ayrilgan n teng bu 10. N ning qiymati bu yerda 50 bo'ladi. Necha kunda? 50 kunda. Javobga 50 ta yozib qo'yamiz. Keyingisi 17-misol. Product of positive number. Of qoidasiga ko'ra va artikli ham kerak bizga. Bitta degan. Bitta positive number x, bitta musbat soni va number son z. Shunaqangi sonki 5 ga kam bo'lgan x dan. X dan 5 ga kam bo'lgan sonning ko'paytmasi equal to teng ekan 104 ga. Mana shuni 104 ga tenglayman. Bu yerda ko'rinib turibdiki, x ning qiymati 13 bo'ladi. X 13, chunki 13 ko'paytirilgan 8 bo'ladi-da bular.
Ikkita savol. What is nimaga teng x ning qiymati? Ayni mana shu x ning qiymati bizdan 13 so'ralyapti ekan. Keyingi savol 18-misol. 18. Shunchaki grafik orqali funksiyani tuzishga doir savol turish shunaqa. Grafik orqali funksiyani aniqlashim kerak. Savolni o'qishim ham shart emas. Xo'p, endi qarang, mana bu x ga 0 qo'ysam, mana bu nuqta 0 11 mi? Qaysi funksiyada x ga 0 qo'ysam javob 11 chiqadi? 0 qo'ysam 11 chiqadimi? Javobga yo'q. B javobda 0 qo'ysam 11 chiqadimi? Yo'q. C javobda 11 chiqadimi? Ha. D javobda 11 chiqadimi? Ha. Qaysi birini olaman unda? Funksiya o'suvchi bo'lyaptimi? Funksiya o'suvchi bo'lyapti. O'suvchi bo'lsa, mana buni so'raymiz. Bu kamayuvchi-da. Chunki bu 3 ning -x 1 taqsim 3 ning x plus 10. 1 taqsim 3 kamayuvchi bo'ladimi? Bu o'suvchi bo'lib turibdimi? O'shaning uchun men sana emas, aynan D javobni belgilayman. Keyingi savol 18-savol. Xo'p, 18-savolni o'qiymiz. 18 emas, 19-savol ekan. ABC, triangle ABC. ABC uchburchak. ABC uchburchak. Similar degani o'xshash. O'xshash ekan. Bu kalit so'zlardan biri similar edi. Triangle x, y, z. Hop, chizib olamiz. ABC ABC uchburchagimiz o'xshash ekan. X, Y, Z uchburchakni ham chizib olamiz. X, Y, Z. Undan keyin mos burchaklar aytiladi. ABC correspond mos ekan X, Y, Z ga respektivli mos ravishda. Endi length of each side, har bitta tomonning uzunligi X, Y, Z niki 2 times degani 2 marta katta degani. 2 marta katta length of corresponding side of ABC. Ya'ni mana buni tomonlaridan buni tomonlari 2 marta katta ekan. Xo'p. Measure of angle B. B ning o'lchovi bizda 17 gradus ekanligi berilgan. B 17 gradus bo'lsa, Y so'ralyapti. Nimaga teng? Y ning o'lchovi. Y ning o'lchovi ham 17 bo'ladi. Aynan bular bir-biriga teng bo'ladi. Demak, to'g'ri javob B. 20-savolga o'tamiz. 20-savol. Bu ham ko'p uchraydigan savol. Diqqat qilamiz. O'sha obyekt launched uloqtirilyapti. O'zi aslida bu ham kerak emas. Va bu savol turini sizlar mana shu savolni masalasini yodlab qo'yishlaringizni tavsiya qilaman. So'zlarni ayniqsa. Chunki ko'p uchrayapti oxirgi vaqtlar. Martda tushgan, undan oldingi imtihonlarda ham bir necha marta uchragan. Bu so'zlar orqali kelgan masala. Sonlar o'zgargan. Misol uchun launch degani bu uloqtirmoq. O'sha obyekt height balandligi shuncha above the ground. Ground degani yer. Ya'ni yerdan uloqtirilayotgan. Qancha balandlikda? Mana bu balandlik bo'lsa 131 fit balandlikda. Ya'ni t teng bo'lganda 0 da dastlabki h0 balandligimiz 131 fitda turibdi hozircha. O'shandan uloqtirilyapti. Va quadratic function f. F kvadrat funksiya modeli bo'ladi height balandligining modelida. Above the ground yerdan balandlikning modeli bo'ladi. O'sha obyektni t sekund after, t sekunddan keyin it's launched uloqtirilganidan t sekunddan keyingi modeli bo'lar ekan ft funksiyamiz. Bizdan so'rayotgan bizga yana ma'lumot according to model. Mana shu modelga asoslangan holatda 2 sekund after 2 sekunddan keyin o'sha obyekt launched obyekt uloqtirilganidan 2 sekunddan keyin, ya'ni t teng 2 sekundda t nulovi reach erishadi maksimum height. Maksimum balandligi h maksimum 195 ekan. Demak, funksiyani men tuzib olsam bo'ladi. Fx funksiya vertex ko'rinishda ax minus 2 ning kvadrati plyusdan 100. Bu t deyman, t minus 2 ning kvadrati deyman. 195 bo'ldi. A ni qanaqa topaman endi? O'zi aniq hisoblashim ham shart emas. Agar vaqtdan qizib olsalaringiz, nima qilasizlar? Mana bu C hamda D javob emasligi aniq. Yoki A yoki B bo'ladi. A manfiymi, musbatmi? Tepaga uloqtirilib qaytib tushadimi? Parabolada A manfiy bo'ladi, A javob bo'lishi aniqda. Xo'p, hisoblamoqchi bo'lsangiz, mana buni qo'yasiz. T ning o'rniga 0 ni qo'yasiz. H 131 chiqish kerak. 131 teng A ko'paytirilgan 0 ni qo'ysam -2 ning kvadrati plyusdan 195. Mana shundan A ning qiymati minusdan 16 ga teng bo'ladi. Keyingi savol 21-savol. Qarang. Endi mana hozir sizlar tushunasizlar, nima uchun biz birinchi gap faqat son qatnashmasa tashlab ketishimizda. Mana bu masalani bitta o'qib ko'ring. Endi
kimni darajasi 6,5 bo'lsa ham qiynalib qolishi tabiiyda bu masalani tarjima qilishga. Biologist recorded qayd qilyapti pinching force of wild, ya'ni qanaqadir kuchini, ya'ni mana shu qisqichni kuchini o'rganyapti. Ko'ryapsizmi, qanaqa akademik so'zlar uchiryapti-da bu yerda, qiyinroq bo'lgan so'zlar. Pinching force, coconut grab so'zlari qiyinroq so'zlarga kiradi nisbatan. Xo'p, endi bizga kerak emasmi bu? Yo'q. Qoidamizga ko'ra biz buni tashlab ketamiz. Va lowest pinching force, lowest so'zini lekin biz darslarimizda qayta ko'ramiz. Lowest degani bu eng kichik degani. Lowest eng kichigi. Nimaning o'sha force, kuchni eng kichigi recorded qayd qilingan 87 yu mana shuncha 87 butun newton. Eng kichigi 87 butun 1 newton kichigi. Va highest degani eng kattasi, the highest, eng katta force kuchi mana shuncha newton ekan. Eng kattasi 120.3 ekan. Bo'ldi, mana shuni o'zi yetadi. O'rtaga bitta sinni qo'yib qo'yaman, bo'ldi. Qarang, javob D ga keldi. Qolgani nima deyapti unda? Qolgani shunchaki qaysi tengsizlik true, to'g'ri ekan. Barcha s ning qiymatlarida. Bu yerda s nimani ifodalaydi ekan? O'sha, ya'ni ixtiyoriy pinching force bo'lgan, mana shu qayd etilganlarning ichidagi ixtiyoriyisini kuchini s bildirar ekan. O'sha ixtiyoriyisini tanlasam, eng kichigi bilan eng kattasini orasida chiqadimi? O'shanda chiqadi. Shuning uchun javob D bo'ldi. 22-misol. 22-misol. E'tibor beramiz. Jadval berilgan bo'lsa, yana bitta qoidalarimiz bor. Mana bu qism bizga kerak emas. Buni o'chiramiz odatda. Faqat umumiy nechtaligi o'zi yozilgan ekan, kerak emas. Agar berilmagan bo'lsa, mana bu yerdan bitta sonda mana shuni o'zim uchun bilib qo'yardim odatda. Shunaqa qilamiz. Chunki sanab o'tirmaymiz o'zi. U kerakmi, yo'q aslida. Buni qo'shib chiqsak ham bo'ladi. Qo'shib chiqqandan ko'ra bitta qarasak nimaligi berilgan bo'ladi. Savol: if agarda one of these people, mana shu of deganda bu people odamlarning bittasi selected tanlansa, o'z jadvalda nima berilgan? Shuni qarashimiz kerak edi. Jadvalda type of entrylarning 4 ta turi bor ekan. Beef, chicken, fish, vegetarian. Number of people, odamlarning soni berilgan. Eng qizig'ini aytaymi? Eng qizig'i mana shu savol xuddi shunaqa ko'rinishda bizni o'zimizni Subtakers Math kitobimizda ham bor. Ya'ni oldingi yillarda tushgan savol bu. Martda yana qayta tushyapti bu savol. O'shaning uchun tayyorgarlik ko'ryapsizmi? Diqqat qilishingiz kerak. Eng yaxshi misollar orqali tayyorlanishga. Hozir mana shu misolni tugataylik, qisqacha men sizlarga aytib o'taman. Tayyorgarlik bo'yicha tavsiyalarimni. Random. Tasodifiy bir kishi tanlansa, what is nimaga teng? Probability ehtimolligi selecting person, tanlangan kishi. Selecting person. Tanlangan kishi u kimki vegetarian bo'lishi kerak ekan. Vegetarianlarga e'tibor beramiz. Nechta vegetarian? 9 ta. Necha kishining ichida tanlanyapti? 50 taning ichida. Buni tanlanish ehtimoli 9 taqsim 50 ga teng. Demak, javob B bo'ldi. Xo'p, bugungi misollar tahlilini tugatdik. O'zi 22 ta misol kiritganman. SAT imtihon topshirayotgan ustozlarimizga odatda ikkita muhim tavsiya beraman. Bulardan birinchisi imtihonga pasport bilan borishi. Chunki imtihonga pasportsiz kiritilmaydi. Ikkinchi tavsiyam hayajonni 100% uyga tashlab boring. Chunki siz 2 oy tayyorlandingiz yoki 3 oy tayyorlandingiz, imtihonga 100% tayyor bo'ldingiz. Agar hayajon bilan imtihonga kiradigan bo'lsangiz, bilimingiz 50% chiqib ketadi va o'zingiz ko'zlagan ballga erisha olmaysiz. Bundan keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying.